Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bolalar o'smirlar gigiyenasi fanidan bugungi ma'ruzamiz mavzusi bolalar va o'smirlar gigiyenasi fani maqsadi, muammo va vazifalariga bag'ishlangan. Ma'ruzaning maqsadi. Hozirgi taraqqiyot davrida bolalar va o'smirlar gigiyenasi fanining maqsadi, vazifalari, tekshirish usullari va bo'limlari fanning rivojlanish tarixini gigiyenik asoslashdan iborat. Bugungi ma'ruzamizda quyidagi masalalarni ko'rib chiqamiz. Bolalar va o'smirlar gigiyenasi fanining tibbiyot fani sifatida tutgan o'rni, bolalar va o'smirlar gigiyenasi fanining muammolari, bolalar va o'smirlar gigiyenasi vrachining asosiy vazifalari. Bolalar va o'smirlar gigiyenasi bu o'sib kelayotgan avlodning sog'lig'ini saqlash va mustahkamlash, ularni jismoniy va ma'naviy jihatdan barkamol qilib tarbiyalash haqidagi fandir. Bolalar va o'smirlar gigiyenasining asosiy maqsadi ularning jismoniy rivojlanishi va salomatligini mustahkamlashni ta'minlovchi va sanitariya-gigiyenik talab va me'yorlarida javob beruvchi tarbiyalash va o'qitish sharoitlarini sog'lomlashtirish chora-tadbirlarini ilmiy-amaliy jihatdan asoslangan holda ishlab chiqarishdir. Bolalar va o'smirlar gigiyenasi tibbiyot fani bo'lib, rivojlanib kelayotgan organizmga tibbiy-ijtimoiy ta'sirlar omilini, uning tashqi muhit bilan bo'lgan o'zaro ta'sirini o'rganadi. Shu asosda tashqi muhitning turli omillariga bo'lgan gigiyenik talab va normativlarini hamda bolalar va o'smirlarning normal funksional rivojlanishlari imkoniyatlarini yanada takomillashtirish, salomatliklarini mustahkamlashga yo'naltirilgan sog'lomlashtirish tadbirlarini yo'lga qo'yadi. Boshqa gigiyenik fanlardan farqli ravishda bolalar va o'smirlar gigiyenasi o'sish va rivojlanish jarayonida bo'lgan kattalar organizmidan tubdan farq qiluvchi bola organizmiga bag'ishlanadi. Tashqi muhit omillarini me'yorlashtirish va sog'lomlashtirish tadbirlarini gigiyenik asoslab berishda bolalar va o'smirlar gigiyenasi o'sib kelayotgan organizmdagi turli bosqichlarga xos bo'lgan morfologik, funksional va psixologik xususiyatlarga e'tibor beradi. Shu boisdan bolalar va o'smirlar gigiyenasi yoshga oid gigiyena deyiladi. Bolalar va o'smirlar gigiyenasi fanining asosiy maqsadi yosh avlodni sog'lom jismoniy va ma'naviy jihatdan yetuk qilib tarbiyalashdir. Bu maqsadga erishish uchun quyidagilar amalga oshirilishi kerak. Bolalar va o'smirlarning organizmini o'rganish, ularning o'sish va rivojlanish qonuniyatlarini aniqlash, tashqi muhit omillarining bolalar salomatligiga ta'sirini baholash, sog'lom turmush tarzini shakllantirishga yo'naltirilgan gigiyenik me'yorlar va tavsiyalarni ishlab chiqish. Bolalar va o'smirlar gigiyenasi fanining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat. Gigiyenik me'yorlarni ishlab chiqish. Bolalar va o'smirlar uchun ovqatlanish, uyqu, dam olish, o'qish va mehnat qilish bo'yicha gigiyenik me'yorlarni ishlab chiqish. Tashqi muhit omillarini o'rganish. Havo, suv, yoritish, shovqin kabi tashqi muhit omillarining bolalar salomatligiga ta'sirini o'rganish va baholash. Gigiyenik tarbiya. Bolalar va o'smirlar orasida gigiyenik bilimlarni oshirish, shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilishni o'rgatish. Tibbiy ko'riklar. Bolalar va o'smirlarning sog'lig'ini muntazam ravishda tibbiy ko'rikdan o'tkazish va ularning jismoniy rivojlanishini kuzatib borishdan iborat. Bolalik davri 3 ta davrga bo'linadi. Birinchisi maktab yoshigacha bo'lgan davr. Bunga 7 yoshgacha bo'lgan bolalar kiradi. Maktab yoshidagi davrda 7 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar qamrab oladi. O'smirlik davri esa 15 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan o'smirlarni o'z ichiga oladi.
Bolalar o'smirlar gigiyenasida me'yorlashtirishning asosiy negizlari quyidagilardan iborat. Tashqi muhit omilining ta'siri me'yor chegarasini aniqlashning dastlabki sharti bo'lib, o'sib kelayotgan organizmning butun funksional jihatdan shu ta'sirga tayyorgarligi hisoblanadi. Bolalar o'smirlar gigiyenasi me'yorlari doimiy emas, ular turli yosh davrlarida o'zgarib turadi. Bolalar sog'lig'ini saqlash va uni mustahkamlash bilan birga ularning yaxshi rivojlanishlarini ta'minlashdan iborat. Bolalar o'smirlar gigiyenasi vrachining vazifalari quyidagilardan iborat. Bolalar va o'smirlar salomatligi va jismoniy rivojlanishini kuzatish, ularda umumiy yuqumli va yoqimsiz kasalliklarni o'rganish va ularning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish va ularni nazorat qilishdan iborat. Keyingi vazifasi bolalar va o'smirlar muassasalarini sanitariya-gigiyena ogohlantirish nazoratini o'rnatish, o'quvchilar jihozlariga bolalar uchun ishlab chiqarilgan kiyim-bosh, poyabzal, o'yinchoqlarga xulosa berish. Bolalar va o'smirlar muassasalarida joriy sanitariya nazoratini amalga oshirish, gigiyena va kun tartibiga rioya qilish hamda barcha sog'lomlashtirish tadbirlarini amalga oshirishdan iborat. Bundan tashqari tashkiliy ishlar, turli-tuman hujjatlarni tartibga solish, amalga oshirish, buyruqlarni bajarish va yangi uslublarni amalda qo'llashdan iborat. Bundan tashqari, bolalar o'smirlar gigiyenasi vrachi bolalar va o'smirlar salomatligi holatini o'rganish hamda kuzatish, sog'lomlashtirish chora-tadbirlarini, jumladan yozgi sog'lomlashtirish ishlarini tashkil qilish va amalga oshirishdan iborat. Bolalar va o'smirlar muassasalarini loyihalashtirish va qurish, ular uchun mo'ljallangan buyum va mahsulotlar ustidan ogohlantiruvchi sanitariya nazoratini olib borish, bolalar va o'smirlar muassasalarida joriy sanitariya nazoratini tashkil qilish. Bundan tashqari, tashkiliy metodik ishlarni, xususan bolalar va o'smirlar o'rtasida gigiyenik tarbiyalash ishlarini olib borishdan iborat. Bu vazifalarni hal etishda shifokor bolalar va o'smirlar gigiyenasi sohasida ishlovchi mutaxassislarning o'ziga xos bo'lgan turli-tuman ish shakli va uslublardan quyidagilarni e'tiborga olish kerak. Xizmat ko'rsatadigan aholining yoshi, keng diapazonli va sanitariya-demografik holatining o'ziga xosligi, nazorat ostidagi obyektlarning va ularning sanitariya-texnik holatlarining turli-tumanligi, xizmat ko'rsatayotgan tuman territoriyasining o'ziga xosligi va belgilangan muhit omillarining turliligi, uyushtirilgan bolalar kollektivlaridagi epidemiologik holatning o'zgaruvchanligi, tashkiliy ishlarning katta hajmdaligini e'tiborga olish kerak. Bolalar va o'smirlar muassasalarini loyihalashtirish va qurish ustidan olib boriladigan ogohlantirish sanitariya nazorati quyidagilarni o'z ichiga oladi. Muassasani qurish uchun ajratilgan yer uchastkasini tekshirish va undan foydalanish mumkinligi haqida xulosa tayyorlash. Bu xulosani tayyorlash 301-hisob shaklini to'ldirish bilan amalga oshiriladi. Bolalar va o'smirlar muassasalarini qurish davomida nazorat qilish va qayta qurish loyihalarini ko'rib chiqish, xulosa tayyorlash 303 hisob shaklida amalga oshiriladi. Bolalar va o'smirlar muassasalarida qurilish va qayta tiklash ishlarining olib borilishini nazorat qilish. Davlat komissiyasi tarkibida yangi qurilgan muassasasini foydalanishga topshirish vaqtida ishtirok etishni o'z ichiga oladi. Bolalar o'smirlar gigiyenasi sanitar vrachi bolalar va o'smirlar gigiyenasi vrachining ish faoliyatidagi eng asosiy yo'nalishlardan biri bu joriy sanitariya nazorati hisoblanadi. Bu bo'lim bo'yicha olib boriladigan ishlar boshqa ish yo'nalishlari, ya'ni tashkiliy metodik ishlar, ogohlantirish sanitariya nazorati, epidemiyaga qarshi chora-tadbirlarni o'tkazish bilan chambarchas bog'liq.
Joriy sanitariya nazorati quyidagilarni o'z ichiga qamrab oladi. Bolalar va o'smirlar muassasalarining barcha sanitariya me'yorlar, qoida va talablarning bajarilishini nazorat qilish, bolalar va o'smirlar muassasalaridagi o'quv-tarbiya sharoitlarini tekshirish, tibbiy ko'rik natijalari asosida aniqlangan kasalliklarning kelib chiqish sabablarini o'rganib, muassasa sanitariya holatini yaxshilashga qaratilgan sog'lomlashtirish tadbirlarini ishlab chiqish va bolalar va o'smirlar muassasalaridagi tibbiyot xodimlarining sanitariya-gigiyenik va epidemiyaga qarshi chora-tadbirlarni tashkil etish ustidan nazorat qilishni o'z ichiga oladi. Bola va o'smirlar muassasalarini tekshirishda quyidagilarga e'tibor berish kerak. Muassasa yer maydoni va xonalardagi havo hamda mikroiqlim sharoitlari, ichimlik suvining sifati va yer maydonining tuprog'ini tekshirish, ovqatlanish sifatini nazorat qilish, sanitariya-epidemiologiya osoyishtaligi va jamoat salomatligiga xizmat ishida tashkiliy-metodik ishlar hamda katta o'rin tutadi. Bunda bola va o'smirlar muassasalarida o'quv-tarbiya sharoitlarini yaxshilash haqida takliflar tayyorlab, ularni xo'jalik va jamoa idoralarining oldiga taklif qo'yish. Bolalar va o'smirlar muassasalarining rahbarlari, xodimlari bilan sanitariya-gigiyena ishlari bo'yicha kengashlar tashkil etish. Bolalar va o'smirlar muassasalaridagi tibbiyot xodimlariga sanitariya-gigiyena masalalari bo'yicha metodik rahbarlik qilish, aholi o'rtasida bolalar va o'smirlar gigiyenasi bo'yicha bilimlarni tarqatish tadbirlarini tashkil qilish va o'tkazish, bolalar va o'smirlar muassasalarida xizmat qiluvchi xodimlarning gigiyenik bilim darajasini oshirish. Endi bolalar va o'smirlar gigiyenasi oldiga qo'yilgan asosiy muammolari nimalardan iborat ekanligini ko'rib chiqamiz. Bolalar va o'smirlar gigiyenasi sohasida duch keladigan asosiy muammolar quyidagilardan iborat. Tashqi muhitning salbiy ta'siri, gigiyenik bilimlarning yetishmasligi, maktab va maktabgacha muassasalarning gigiyenik sharoitlarining yetarli emasligi, psixosotsial omillar va raqamli texnologiyalarning ta'siri. Tashqi muhitning salbiy ta'siri. Bunga ekologik ifloslanish, atmosfera havosining ifloslanishi, sanoat chiqindilarining ko'payishi, yer va suv resurslarining zararlanishi bolalar salomatligiga bevosita xavf tug'diradi. Ayniqsa nafas yo'llari kasalliklari, allergiyalar va surunkali bronxit holatlari ko'p uchraydi. Bundan tashqari, ovqatlanish sifatining pasayishi, arzon va tez tayyorlanadigan mahsulotlarning keng tarqalishi, biologik qiymati past oziq-ovqat iste'molining ortishi bolaning to'liq o'sishi va intellektual rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Zararli ijtimoiy muhit. Bunda ota-onalarning bandligi, ijtimoiy beqarorlik, zo'ravonlik va befarqlik muhitida ulg'ayayotgan bolalar gigiyenik bilim va ko'nikmalardan bexabar bo'lishadi. Gigiyenik bilimlarning yetishmasligi, aholi orasida profilaktik fikrlashning pastligi. Ko'pchilik ota-onalar faqat kasallik yuzaga kelgandan so'ng chora ko'rishga moyil, gigiyena bu kasalliklarning oldini olish vositasi ekanligi to'liq aholi orasida ma'lumotga ega emas va kasallikni oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar muhimligi haqida ular yetarli bilimga ega emas. Pedagog va tarbiyachilarning gigiyenik savodxonligi yetarli emasligi. Bu yerda ham xuddi ota-onalar kabi maktabgacha va maktab ta'limi tizimida faoliyat yuritayotgan ayrim xodimlarning gigiyenik nazorat va odatlarni shakllantirish bo'yicha tayyorgarligi pastligidan dalolat beradi. Axborotning noto'g'ri yoki yetarli bo'lmagan tarqalishi, internet, ijtimoiy tarmoqlar, ommaviy axborot vositalari orqali gigiyena bo'yicha ishonchli, ilmiy asoslangan ma'lumotlar yetarli darajada targ'ib qilinmaydi.
Maktab va maktabgacha muassasalarda gigiyenik sharoitlarning yetarli emasligi, sanitariya talablariga javob bermaydigan binolar, ayrim o'quv muassasalari eski, rekonstruksiya qilinmagan binolarda joylashgan bo'lib, ular gigiyenik talablarni qanoatlantirmaydi. Masalan, yoritish, shamollatish, isitish tizimi kabi talablar nazarda tutiladi. Ichimlik suvi va hojatxonalar faoliyati. Ba'zi muassasalarda ichimlik suvi manbalari gigiyenik me'yorlarga javob bermaydi. Hojatxonalar yetarli emas yoki sanitariya holati qoniqarsiz. To'g'ri tashkil etilmagan ovqatlanish va jismoniy tarbiya. O'quvchilarning ovqatlanishi tizimli emas, noratsional bo'lib, sport zallar yoki ochiq sport maydonlari yetishmaydi. Psixososial omillar va raqamli texnologiyalarning ta'siri. Raqamli qurilmalarga bog'liq smartfonlar, planshetlar va kompyuterlarning ortiqcha ishlatilishi bolaning jismoniy faolligini kamaytiradi, ko'rish qobiliyati, holati va uyqu sifatiga salbiy ta'sir qiladi. Stress va emotsional zo'riqish. Maktab yuklamasining ortib borishi, oilaviy muammolar va raqobat muhiti bolalarda ruhiy zo'riqish, tashvish va uyqu buzilishlariga olib keladi. Ijtimoiy tengsizlik. Qishloq va shahar o'rtasidagi imkoniyatlar farqi iqtisodiy jihatdan nochor oilalarning sharoitlari gigiyenik muammolarni chuqurlashtiradi. Tan oldida turgan asosiy ilmiy muammo bu xavf omillarini erta aniqlash, ularning salbiy oqibatlarini oldini olish va sog'lom turmush tarzini shakllantirishga qaratilgan samarali profilaktik tadbirlarni ishlab chiqishdan iborat. Shuningdek, gigiyenik bilim va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda oilaviy, ijtimoiy va pedagogik muhitning o'rni beqiyosdir. Shuning uchun bolalar o'smirlar gigiyenasi fani ilg'or ilmiy tadqiqotlar va sog'liqni saqlash tizimi bilan uzviy bog'liq holda sog'lom avlodni tarbiyalashda asosiy ilmiy amaliy yo'nalish bo'lib xizmat qilishi lozimdir. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bolalar va o'smirlar gigiyenasi fani uning maqsadi, vazifalari, tekshirish usullari, fanning bo'limlarini to'g'risida ma'lumotni yoritishdan iborat edi bugungi ma'ruzamiz. Shu bilan ma'ruzamizni tugatamiz. Hammaga e'tiboringiz uchun rahmat.